oilaviy green card vizasini qo'lga kiritdilar. Misol uchun green card yutdingiz degani bu albatta vizani to'laqonli qo'lga kiritdingiz degani emas. Ungacha bo'lgan o'zgarish, mashaqqatlar bor. Instagramdan, YouTubedan grant vizani ko'rib yuraychida Qaysidir qilingan oddiy xato ham, ya'ni sizni отказ holatiga olib kelishi mumkin. keyin ochirtimiz keldi. 8-okoshkaga bordik. Endi hammaga qiziq, elchixonada qanaqa savol-javob bo'ldi? Hamma mijozlarga tavsiya etaman grant vizani. Hamma ishlarimizni bexato bajardinglar. Bo'ldi, shu bilan vizalar tasdiqlandi dedi. Qanaqadir qo'pollik bo'ldimi yoki mensimaslik degan narsalar ko'p tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni yolg'on ma'lumotlar. Shunga ham bir oydinlik kiritib o'tsangiz zo'r bo'lardi aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun ajoyib xushxabar bilan chiqamiz. Yana bitta mijozimiz oilaviy green card vizasini qo'lga kiritdilar. Bu bilan albatta ularni muborakbod etamiz, ya'ni tabriklab qolamiz. Albatta bu insonning hayotida eng quvonchli daqiqalar hisoblanadi. Misol uchun green card yutdingiz degani bu albatta vizani to'laqonli qo'lga kiritdingiz degani emas. Ungacha bo'lgan o'zgarish, mashaqqatlar bor. Ya'ni DS260 anketasini to'g'ri to'ldirish, yutgan shaxsni ma'lumotlarini to'g'ri to'ldirish, u yerda o'sha propiska manzillari bormi yoki o'qigan ma'lumotlari bormi, hammasini xatosiz to'ldirib bazaga kiritish kerak bo'ladi va keyingi etap bo'lsa o'sha medko'rikdan o'tib va elchixonadagi suhbat asosiy muhim rol o'ynaydi. Ya'ni qaysidir qilingan oddiy xato ham, ya'ni sizni отказ holatiga olib kelishi mumkin. Bizga kelib mijozimiz murojaat qildilar. Avvalambor assalomu alaykum aka. Bizga murojaat qildingiz, o'zingizning mijozlarga aytib o'tsangiz, qanaqa proses kechdi, bizani qayerdan topdingiz, kim sizga bizani tavsiya etdi, shu haqida ya'ni batafsil tushuntirib o'tsangiz, albatta green cardani hozirgi paytda kiruvchi boshqa applikantlarga ham qaysidir ma'noda foydasi tegishi mumkin. Chunki ko'pchilikni green card yutgandan keyingi holatdagi taassurotga ega emas. Gruppalarda o'qishadi yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda o'qishadi, lekin o'ylashadiki, ishto pasolsa отказ berish uchun o'tiradi deb o'ylab qo'rquv bo'ladi. O'sha qo'rquvni yo'qotish maqsadida qaysidir o'zingiz tavsiyalaringizni bersangiz, albatta bu keyingi kiruvchi insonlarga foydadan xoli bo'lmas albatta. Assalomu alaykum. Mana grant viza mijozlari. Green carddan yutganimizdan keyin oldindan ham Instagramdan, YouTubedan grant vizani ko'rib yuraychida green carddan yutganimizdan keyin grant vizaga borib, shu yerdan dokument to'ldiramiz deb niyat qilaverdik. Xudoga shukr, niyatimizga yetdi. YouTubedan ko'rib keldi. Mana Bahodir aka, rahmat sizga. Sizni katta yordamingiz katta bo'ldi bizga. Hamma mijozlarga tavsiya etaman grant vizani. Hamma ishlarimizni bexato bajardinglar. O'sha posyostiga kirgan paytimizda ham umuman dokumentlaringizga muammo yo'q dedi. Endi okajon bitta narsani so'rab qolmoqchimiz. Mana bizda mijoz kelganda qanaqa lavozimda ishlashdan qat'iy nazar, u oddiy inson bo'ladimi yoki yuqori mansabda o'tiruvchi inson bo'ladimi? Bizda birdek muomala bo'ladi. Endi ochiqchasiga aytishingiz mumkin, nima deya olasiz? Siz kelganingizda qanaqa siz bilan muomalada bo'lindi, qanaqadir qo'pollik bo'ldimi yoki mensimaslik degan narsalar ko'p tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni yolg'on ma'lumotlar. Shunga ham bir oydinlik kiritib o'tsangiz zo'r bo'lardi aka. Yo'q, u yolg'on ma'lumotlar tarqalgan. Bizga hech qanday yomon muomalada bo'lmadi. Xodimlarimiz yaxshi muomalada bo'ldi. Unday muammo bo'lgani yo'q. Nima iltimos qilsak, hammasini bajarib berishdi. Tushunarli okajon. Endi bizga ko'plab murojaatlar bo'ldi. Nahotki sizlar shunaqa bo'lsanglar, yo'q, mana hamma kelishyapti. Xudoga shukr, shu paytgacha ishlarni rozi qilib beramiz. Endi okajon, endi hammaga qiziq, elchixonada qanaqa savol-javob bo'ldi? Ya'ni sizni qiynashdimi o'tdi yoki nima savollar berildi? Bu albatta keyingi kiruvchilarga ham qiziqda, baribir haqiqatan o'tda hayajon yoki qo'rquv bo'ldimi? Shu to'g'risida ham to'xtalib o'tsangiz. Hech qanday hayajon ham bo'lgani yo'q, qo'rquv ham bo'lgani yo'q. Soat 7:30 ga bordik. Soat 8 ga ochirt bilan kirgizdi ichkariga. Tekshirib hammani ichkariga kirdik, to'lovlarni qildik. 330 dollardan to'lovlarni qildik. 1 soatlar o'tirdik, kutib, keyin ochirtimiz keldi. 8-okoshkaga bordik. Suhbat oson o'tdi, qiyinchilik bo'lmadi. Faqat shu institut qachon bitirgansiz dedi, o'zi sohangiz bo'yicha ishlaysizmi dedi, qaysi shtatiga borasiz Amerikani, sudlangansizlarmi dedi, yo'q dedik. Birinchi oilalaringizmi dedi, birinchi oilalarimiz dedik. Bo'ldi, shu bilan vizalar tasdiqlandi dedi. Nima qiyinchilik bo'lgani yo'q? Qiyinchilik umuman bo'lmadi. Endi mana maslahatim, elchixonaga kirayotganda bitta har doim aytadigan bizning maslahatimiz bor. Gruppalarga e'tibor bermanglar. Ya'ni u yerda har xil keslar kiradi, kimnidir minusi bor, lekin boshqa ma'lumot beradi. To'xta, menda ham xuddi shunaqa xatolik bor edi, balki o'tkazib olib qolishi mumkin degan o'zini psixologik, ruhiy o'zini bosim o'tkazib, ya'ni viza oladigan joydan o'tkazib oladigan holatiga kelib qolishi mumkin-da. Bu albatta qaysidir gruppalarga ulanishi salbiy oqibat hisoblanadi. Endi inson viza olaman deyish kerak, chunki orzuga erishdi, mana green card yutildi, yaxshi kayfiyatda viza olaman deb kirish kerak. Shu maqsadga erishib, xudo xohlasa
Xudoyim ham shunga yarashasini beradi aka. Hop, Amerikaga borganda nima ish qilmoqchisiz endi? Amerikaga borganga trak haydash niyatim bor. Xudo xohlasa farzandlaringiz bitta yaxshi tarafi AQSh nufuzli universitetlarga, dunyoda top darajaga kiradigan universitetlarda yoki kollejlarda tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Albatta buni alohida ta'kidlab o'tish lozim. Endi Xudo xohlasa sizga kelajakda aynan Amerikada o'tkazadigan yangi hayotingizda omadli tilaymiz, muvaffaqiyatli tilaymiz. Albatta u yerdan ham bitta intervyu kutib qolamiz aka. Chiroyli Xudo xohlasa kayfiyatda berilgan intervyularni. Agar AQShdan qanaqadir biron bir yordam kerak bo'lsa, bemalol bizdan har yili odamlar green card bo'yicha yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha olib chiqib ketishadi. Biron bir sohada yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi aka. Rahmat sizga. Yana bir marta green cardlar bilan tabriklayman aka. Eson-omon, yo'llaringiz bexatar bo'lsa, eson-omon AQShga yetib oling aka. AQShga hayotingizga omadli tilayman. Rahmat. Salomat bo'ling.